Voy bu. Assalomu alaykum usta boy, yaxshimisiz? Keling. Nima xizmat? Keling, ichkariga gaplashamiz. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi usta. Voy bu aytuvdilar, biron bir yordam kerak bo'lsa, pul kerak bo'lsa, kelaver, yordam beraman degan edilar. O'shan keldim. Pul lekin hozir ishlarni ko'rib turibsiz, uncha yaxshi emas, o'ziga yarasha bo'lib turibdi. Endi bir marta yordam beramiz, endi har doim kelib so'rab ketavermaysiz, usta aka. Tushunarli, rahmat. Mayli usta aka, sog' bo'ling. Kim ekan, Shahboz? Usta kelibdi. Nimada ekan? Hozirroq pul so'rab kelgan, yog' deyapti. Nimaga yo'q deding? Bular uchun ishlamaymiz-ku biz. Sen mana qachon bu ahvolga tushding sen? Bu jo'ra ostonamizdan yordam so'rab kelgan bironta odam quruq ketmagan edi. Chop chaqir. Assalomu alaykum. Voy yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Biroq pul kerak bo'ldi. Pulni bo'ldi. Mashina olib ishlatib turib, yetmasa yana kelayapsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Nimaga bir kishiga pul berdingiz? Bolam, Alloh bergani uchun berdi. Alloh berguvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Ochiq ko'ngillilarni yaxshi ko'radi. Men ham katta bo'lsam, o'zimga o'xshab odamlarga yaxshilik qilaman.